Hammaga xayrli kech. Assalomu alaykum. Sizlar bilan rekuperator haqida bo'lishmoqchimiz. Bu mahsulotimiz Rossiyada ishlab chiqariladi. Hop, raspakovka ASMR qilib o'tirmaymiz. Bu haqida to'liq informatsiya xudo xolasa shu videodan olsanglar bo'ladi. Narxi, razmeri, nima funksiyalari bor, nimaga bu rekuperator. Hop. Eng birinchi bo'lib, ichini ochganimizda o'zini kitobi chiqadi. Ustanovka bo'yicha instruksiyasi, nima funksiyalari bor, buning ichida yozilgan. Keyin devorni ichidan o'tkazib olish uchun va rekuperatsiya funksiyasini amalga oshirish uchun mana shunaqa trubasi chiqadi. Bu mana uzun kalta qilib devoringlarga qarab o'zgartirsa bo'ladi. Endi buni rekuperatsiya vazifasini amalga oshirib beradigan ichida teplообменники bo'ladi. Bu teplообменник ichida mana bunday ko'rsanglar bo'ladi. Keramika bo'ladi. Qish paytlari, ana hozirgi kundagi havolada buni yoqqan paytingiz bu narsa qizib, ko'chadagi sovuq havoni ichkariga tortmaydi. Rekuperator bitta vaqt o'zida tashqaridan ichkariga havo tortish funksiyasi bor va o'chirib yana boshqa funksiyasini yoqsangiz, ichkaridan tashqariga ham havo aylantirib beradi. Aynan shu narsa bu funksiyani qilib beradi. O'zida ulanadigan simlari bo'ladi. Instruksiyasini ochib o'qisanglar to'liq tushuntirib berilgan. Hop, keyingisi buni mana shu asosiy ventilyatsion tizimi, ya'ni ventilyatori bo'ladi. Ventilyatori ham interyeringizni buzib qo'ymaydigan, chiroyli dizaynda bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinmaydigan vid bo'ladi. Buni plyus tomoni nima? Mana magnit va ikkinchi plyus tomoni ashta shuma izolyatsiya ishlatilgan, ya'ni ovozni yana ham pasaytirish uchun. Bu ventilyator xohlasangiz o'sha aytganimdek tashqaridagi havoni ichkariga tortib beradi yoki ichkaridagi havoni tashqariga chiqarib berish uchun xizmat qiladi. Hop, magniti mustahkam. Razmeriga keladigan bo'lsak 125 mm, ya'ni 12,5 cm bo'ladi. O'zida komplektida har xil teshishga kerak bo'ladigan shablonlari chiqadi va pulti bo'ladi. Pultdan buni balandligini 6 xil skorisi bor. U tomonga 6 xil skorisi bor, bu tomonga o'zgartirish imkoni bor aynan shu pultdan. Hop, ichida o'zida filtri chiqadi, zapas. Va ko'cha tomonga bu havoni qayerdan tortadi? Ko'chadan tortadi, ya'ni ochiq zonadan. Xonadan xonaga qo'yib bo'lmaydi buni. Foydasi bo'lmay qoladi. Aynan mana shu narsa quyoshga chidamli plastmassadan ishlab chiqarilgan. Ko'chaga qo'yiladi, tegi tomonidan havo tortadi. Shu ko'rinishda qo'yiladi. Bu bunaqasiga yoki bunaqasiga emas. Aynan shu ko'rinishda qo'yiladi. Yomg'irda ichiga suv kirmasligi uchun. Yomg'ir qorda shunda bezopasli bo'ladi. Hop. Bu mahsulotimiz Rossiyada Euro zavodida ishlab chiqarilgan. Xohlasanglar Optimga bor, xohlasanglar Donaga bor. Nomer qoldiramiz 77lik 050 5544 shu raqamlarga telefon qilib yoki Telegramdan yozib eng minimal narxlarda xarid qilsanglar bo'ladi. Hop, meni o'zimga bog'lanasizlar. Xudo xolasa, agar tushunmagan joyinglar bo'lsa, aytsanglar, telefonda ham tushuntirib berish xudo xolasa imkoni bor. Yana nimasi bor desak, buning ichida boshqa hech nima chiqmaydi. Ventilyatori tok qo'llanadi. Ventilyatorda ichida simi bor. Bu mamlatdagi teplообменник qo'llanadi. O'zida datchiklari bor. Ko'cha issiq bo'lgan payt bu teplообменникni ishlatmaydi. Shu ko'chadagi havoni o'zini tortib beradi. Faqat ko'cha sovuq bo'lgan payt bu qizib, keramika qizib, ko'chadagi sovuq havoni ichkariga mo'tadil, ya'ni iliq qilib kirgizib berish uchun foydalaniladi. Hop, nomerimni qoldirdim. Bu mahsulotimizdan hozirgi kunda bir 10-15 dona qoldi. Srochna aloqaga chiqinglar. Toshkent shahar ichida Tinchlik metroga kelib xarid qilsanglar bo'ladi, O'rus showroomida yoki Orizorda Strogortdagi do'konimizdan xarid qilsanglar bo'ladi. Ikkala joydan ham xarid qilish uchun menga bog'lanishinglarga to'g'ri keladi. Tugar.